76 seriya planirovkasi 2 xonali 3-qavatda joylashgan $51,5 ming dollarga 4 qavatli bino. Planirovkasi juda ham ajoyib ekan. Xo'p, birga 6 o'zining balkoni bor. Yarmi mehmonxona qismiga qo'shilgan, yarmi oshxonaga qo'shilgan. Hamma xonalari rajdenli joylashgan. Ya'ni mana koridorimizni ko'rishingiz mumkin. Bir koridor orqali hamma xonalarga alohida kiriladi. Xo'p, o'ng qo'l tomonimizda oshxona joylashgan. Oshxona ham anchagina keng. Bemalol shahdozda o'tirib choy ichsanglar bo'ladi va mana balkonning yarim qismiga kuxonniy mebellari olib chiqilgan ekan. Yotoqxona esa bu yerda joylashgan. Yotoqxona ham razdelli, ya'ni ichma-ich emas. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, fayzli xonadonimiz va mana bu joyda samozyullari joylashgan. Samishoni joylashgan. Xo'p, qo'shnilar juda haqli ekan. Buni masalan atrofdan bilsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli manzara. $51,5 ming so'ralyapti. Opsiyada nomer qoldiraman va batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.